Mana sizni YouTube'da ko'rib qoldim-da. Bunday boshqa joylarga ham uni qildim-ku. Qandaydir nima, lechana yozib berdi, o'zgarish bo'lmadi. Keyin sizni o'sha YouTube'da ko'rib qolib, keldim yoningizga. Yoningizga kelib, keyin shu uchragandan keyin tushuntirdingiz, shu deb, hali qanday desam bo'lar. Shuni miyaga quyib turib, hali chiqib ketdingiz-ku, xuddi siz gapirganingizda men tuzuk bo'lib bo'ldim-da. Borganingizda menga gapirgan gapingiz o'zi meni tuzuk qildi-da. Keyin yotadigan bo'lsangiz uydagilardan ruxsat so'rab keyin dedingiz. Borgandan keyin hali bag'da joy ham bo'lmay qoldi, palatalarda joy bo'lmay qoldi. Keyin telefonlashamiz dedingiz, keyin joy bo'shadi deb telefon qildingiz. Sizdan uchrab ketgandan keyin boshqa joylarga ham bir yurdim-da doktorlarga. Qani ular nima derkin? Mendan chiqqandan keyin yana aylandingiz. Chiqqandan keyin yana aylandim. Bu ham bemorlar, aqlli bemorlar shunaqa bo'ladi. Qani qolganlar nima derkin? Sirazi operatsiya. Boshqa doktorlar sirazi operatsiya degan. Qayta operatsiya qilamiz deyapti. Tizdanimi? Yo'q, tizalmas, qo'ymishdi. Tazda? Shunaqa bir protezim bir narsa deyishyapti-da. Keyin yo'q dedim, to'xta dedim. Ham o'rin bo'shabdi. Men doktor bilan gaplashayda, borayin dedim-da, keyin keldim-ki. Shu menga hozir bu operatsiya juda operatsiya darajada bo'lmasa kerak. Yo'q. Mana endi nima desam bo'ladi? Qush ham inida ko'rganini qiladi. Uni yaxshi bilasiz. Inida ko'rganimizni qilamiz demoqchiman. Bizga ustozlarimiz shuna tarbiya berganki, operatsiya bu oxirgi etapida. Mana qo'l siniq kelib qolsa ham, maksimal darajada harakat qilgan. Qo'l bilan to'g'rilashga. Haligi umumiy holati bemorda operatsiya qiladigan holatda bo'lsa ham deyiladi. Biz ham o'sha ustozlarimiz o'rgatini qilgan holatda har bitta bemorni davolayotganimizda xayolimizga operatsiya kelmaydi. Garchi o'sha operatsiyani bilsa ham. Lechina qilamiz. Endi meni fikrim bo'yicha sizga 100% mana quymishingiz bo'yicha mana operatsiya qiladigan holat yo'q. Buni o'zingizdan bilib turibsiz-da, mana operatsiya qilinmasligini bemor bilib turgan bo'lsa, uni 1000 operatsiyaga jalb qilsangiz ham bemor operatsiya qildirmaydi. O'zingizdan bilyapsiz. Ham birinchi bosqich qo'yyapsiz-da menga. Birinchi bosqich. 3 bas, 4 bas. Meni sirazi birinchi bosqichda operatsiya deyilyapti-da. Keyin yo'q dedim, men dedim, bu Dostonbekka bormasam bo'lmaydi. Dedim, keyin keldim. Mendan chiqqandan keyin bir ikkita vrach ko'rdim sizda. Ikkitaga? Ikkita bas, 2-3taga ko'rdim. 2-3taga ko'rindingiz. Taniqli, nomi taniqli nimalarga borib uchradim. Tushunarli. Klinikalarga. Nomlari taniqli. Mayli, endi ilohim. Hech kerak yo'q, taniqli nimalarga. Sirazi operatsiya degdi, hali uyimdagilar ham vahima oldi. Meni ko'nglim to'q dedim. Men qanday ko'nglim to'q? Men o'sha yerga borib yotib kelaman. Deb keldim, mana keldim, o'tirsam tura olmasdim mana. Sizda degan nima? Mana 3-kun bo'lsa, 3-kunda oyog'imda mana o'tirgandan keyin tura olmasdim. O'tirgandan keyin o'tirib olmasdim. Bekka qo'ltiq tayoqda kelmadimmi? Uyda qo'ltiq tayoqda edim. Bitta turinchi o'rningizdan hojona? Turinchi. Yurinchi qani? Yurinchi. Men tomonga kelingchi. Kelavering men tomonga. Kelavering, yaxshi. Yuring bu tomonga. Qani, oyoqni ko'taramiz mana. Ko'taringchi. Mana bemalol. Buni ham ko'taringchi. Bu oyog'im mana og'riqli bo'lsa, mana o'ng oyog'im. Buni qilincha oyog'ingiz mana ko'taringchi. Bir xil ko'taryapsiz mana. Mana bemalol. Juda ham yaxshi, zo'r. O'tiring xolos. Yaxshi, mana endi birinchi o'rinda xo'p, diagnoz aniq qo'yib oldik. Hech qanaqa operatsiyani o'ylamang. Haqiqatda operatsiya qilinmaydigan vrachda bemorda operatsiya qilmaslik kerak. Bu 100% sizda lechina oladigan bemorsiz. Endi xalqimizga shu soha bo'yicha bel, quymish, tizza bo'g'im bo'yicha aziyat chekayotgan bemorlarga o'zingiz maslahatingiz. Mana do'stona maslahatingiz. Mana endi meni ko'rishay turadigan bo'lsa, endi ko'radigan bo'lsalar, qo'rqmasizlar ekanda. Bu vahima oladigan kasallik emas ekan. Albatta. Vahima oladigan emas ekan. Mana bemalol kelishdi mana shu Dostonbekka mana. Mana men o'zim 4-5 ta doktorlarga uchradim. Mana operatsiya deyishdi mana. Mana bekka keldim, hech qanaqangi operatsiya emas ekan. Mana davolashyapti. Mana kelganimga 3 kun bo'lgan bo'lsa, mana bukilmaydigan oyoqlarim bukildi. Umuman tortishlar qo'yib yubordi. Bemalol mana harakatlarim bemalol hozir mana. Bemalol mana o'tirib turaveraman mana. Bemalol mana oyoqlarim ko'tarilyapti mana. Mana kelinglar. Bu reklama emas mana. Mana Qo'qondan kelganman men. Hayotiy bo'lyapti. Bu hayotiy. Menda qo'qonliklar juda ko'p davolangan. Nechta qo'qonlik bemorlarimiz davolagan bo'lsak, men o'ylaymanki juda ko'p xursand bizdan. Mana ko'rsa hali layklar bosib qo'yishi mumkin. Men o'zimchi qanaqangi tushkunlikka tushib qoldim. Banlarimda aytingda tushkunlikka tushganini. Men o'yladimki, 50 dan hozir shu birpasda shu holatga tushamanmi? Men hali qiladigan ishlarim ko'p-da endi. Shunaqa endi dedim-da, keyin rosa ko'rdim YouTube'da sizni ko'rdim. Oxiri keyin o'sha maqsadni qo'ydim.
Boshqa doktorlarga uchragandan keyin to'xtab bitta maqsadim shu ekan, Dostonbekka boraman, bo'ldi o'sha yerda men davo olib kelaman deb keldim o'sha yerga. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim, Shu haligi bola chaqani baxtiga, oila a'zolari baxtiga, yaqinlar baxtiga inson sog' bo'lish kerak. Hali bemor bo'lib yotganda inson hamma yo'q, hali ko'z o'ngiga kelib qoladi-da, o'ylaydi. Haligi insoncha g'am g'ussaga tushkunlikka tushib qoladi. Shu narsalarni yengish kerak inson. O'zida energiya bo'lish kerak-da. O'shaning uchun biz ham insonlarda og'irini yengil qilsak, og'rig'ini yo'qotsak xursand bo'lamiz. O'shaning uchun biz mana kun-u ishlayapmiz-da. Shuni ayting. Vaqt kelsa kechasi 2larda kirib xabar olyapsiz-ku. Shu haligi. Qanaqangisizlar, yaxshimisizlar? 2 uyg'otasizlar. Erinmasa uyg'otib, "Uylar yaxshimisizlar? Keldim men" deb. Ilohim. Mayli, bu ishlarimiz doim abadiy bo'lsin. Ilohim. Shu kasalliklar ham xudo xolasa mana sekin astalik bilan kamayishni boshladi. Xudo xolasa yaqin 10 yil ichida uzag'i bu kasalliklar yo'qolib ketadi. Ya'ni o'shanda yana xalqimizga ham yengillik bo'ladi. Salomat bo'ling, xola, tinch bo'ling, sog' bo'ling. Xursandman. Sizga ham rahmat. Tinch bo'ling. Sizga omad. Rahmat. Ilohim tanijoningiz. Bulardan bitta rasm olib qo'ying, esdalikka. Nevaralar bilan ko'rganda xursand bo'lardim.